Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining fan texnika yangiliklari sayfisida oldin qapda Xitoyning bir shirkat tarafidan e'lon qilinib, dunyoda g'ulg'ul qo'zg'agan sun'iy aql depsek haqida suhbat olib boramiz. Bu sun'iy aql e'lon qilingandan keyin Amerikadagi nurg'un sun'iy aql shirkatlari g'oyat zo'r ziyonga uchrab, dunyoda kuchli bir g'ulg'ul paydo qildi. Buning bilan Italiyada eng avval Xitoyning bu depsek sun'iy aqlni chekladi. Biz bugungi suhbat programmamizda oldi bilan Xitoyning sun'iy aql modeli depsek haqida tafsil to'xtalamiz. Ondan sun'iy aqlning tarix taraqqiyoti, sun'iy aql elib kelgan xiris, sun'iy aql axloqi, sun'iy aql xizmatlari va sun'iy aqlning kelgusi haqida savollar asosida suhbat olib boramiz. Bugungi bu suhbatga Amerikadagi aziz mehmonlardan To'g'liq Abdurazzoq akamiz bilan Mavlo Yos akamizni taklif qildim. Assalomu alaykum To'g'liqqa, Mavlonqa bugungi suhbat programmasiga qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingizga rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Bizni taklif qilganing ko'p rahmat. Rahmat. Unda hozir degandek bugungi suhbatimizning temasi Xitoyningki dipsek sun'iy aql modeli haqida. Oldin qatda bu dunyo kuch g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Unda o'qib qasmish temining o'zi bevosita kirayli. Eng avval Mavlonqa sizdan boshlayli. Bu Xitoyningki dipsek sun'iy aql qanday sun'iy aql, qachon bu o'ttirib qo'yildi? Buningki haqida bir qisqacha bir tushuncha bersangiz, rahmat. Bo'ladi. Men avval og'inam Tuğluq ikkimizning munosabatini bir qisqa tushuntirib o'tgitay. Yaqin sening ekraningga tushdik. Bu ikkimiz 78-yil tanishgan. Madaniyat inqilobiga oliy maktablarga o'quvchi oldi. Men 78-yil 2-oy birinchi qaror keldim. 78-yil 9-oy Tuğluq keldi. Birinchi to'xtab tur. Mushu hozir ekranga live bo'ldimi yo'q? Hozir men sal gumonlanyapman. Hech qanday. Live bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, ikkimiz shu atalmış Şinjan Üniversitesi, ben Şarkı Türkistan Üniversitesi deyime, şu üniversitenin matematik fakültesi okuduk, şu matematik fakültesini bilip tuttuk, şu matematik fakültesine püttürüp oğan ki mekteplerden bizi ipilip okutkucu olduk 5 yıl. Endi çetki çıkmışlar, işimiz billa, Landroga, TOEFL, GRE imtihanlarını belgini bağdık. Aralıkta Tuğluq çıkıp Angliya bir yıl tuğdu. Onun da Amerika geldi. Amerika'da 2 yıllık magistrasını matematikada okuduk. Onun da pulunu çıkarak tapaydı. Matematikada yumuşak detal sahasına yutkeldik. Çünkü kompüterin pulunu çıkarak verdi matematik karaganda. Şunun yakı işimiz Amerika'da 30 yıllık yumuşak detal injiner olup işlep kelivatımız. Ama AI, bunda isem azık zamanda bu işimiz AI ile can bakımız. 30 yıllık şu aşka bu işkilmez bu saha biz üçün ilaki bir hangtan kağıdaki saha emeste. Nime kirsek meselenge Uygurlar bir neçe gün böyle senin torun sözde hemiyet deep doğruluk sözlep gitip var da Uygurlar. Emeliyatta Uygurlar bununla hangtan kamidi. Bütün Uygurumuz üzümüzde bununla hangtan kağıdak bilde onda seviyerimiz yok. Uygurlar Amerika'nın bu dipsikka hangtan kaldı. Mesela bu OpenAI, and AI deyimiz, and AI ile Artificial Intelligence, sözünün baş harfini ilip birleştirip AI'da kıskartıp ütüdü. And Uygurca sünni ahli iktidar dep sünni dep tercüm kuttu. Ama hemiyet nurgun yerlerde kıskartıp AI ile dep ütüdü. Hemmenler bunun bu AI'de halk aralık atalgı buldu. Kandak millet işletse bunu AI degende muşu sünni aklını körstüdü. Hem de AI hazır kadar insanların tarihindeki en vahşi terakkiyat oldu. Desem oldu. 10 bin yıl burun Irak'ın Menosopiyan degen yerde Harun'un çakını icat ettik. Şunun tatip haklar jüküp birbirine yutup minişten iştirip mağduğa ılgarlıdı. Onun diken mesela çarşıcılıkın neviyeri haklar keşkçi yiyiş için hayvanlarını koğlap çimey bir yer bekip can bakıdığan oldu. Diyhancılık oldu, onun diken yenik kanaat oldu,
Harda mağdıgan paraxotlar boldu, elektr payda boldu, hozir kompyuter payda boldu, kompyuter ilg'irlab, quantum kompyuteri chiqdi, oyga chiqdi, poyezd boldu, oylar hammasi boldu. Doktorxonalarda hozir masalan CT boldu, X-nur boldu, ichimiz a'zolarımızın tumorlarının yig'inlardan ko'ralaydigan boldu. Bu taraqqiyotlar biz insonlar sirtni kontrol qilish uchun o'zimizning salomatligini yaxshilash uchun ilib borgan taraqqiyot. Ay degan tunji qitim o'zimizning o'rnini o'rniga boshqa nimani tiklash uchun ilib ketib borgan, o'zimizga ilib ketib borgan islohot bu. Dunyoga emas. Aqcha ya'ni 100 yildan bizga o'xshash odamlar mavjud bo'lmasligi mumkin. Hozirdak manda aqcha ülke mesela Elon Musk'lar adamlarning mingisiga hozir chipni qo'yyotdi. O chipni mushtal tiqib qo'ysa, u vaqtda 10 yildan tugaydi. Chiqib hamma odam 10 ming qilgan, hamma so'zlaydigan, hamma musicni chaldigan bo'lib ketdi. O yani 100 yil 50 yildan hozirgi bizdak manda odamlarni aqcha musicani ko'p qilishimiz mumkin. Endi DeepSeek, DeepSeek. Xitoyning kichik avval bir shirkati DeepSeek degan şirketi 2025 yılı 27. günü Amerika'nın texnika payçıkını düşürüp adamlarını hang-tang kaldırdı. Bu şirketi ChatGPT ve başka Amerika asas kılgan AI modeli bilen rekabetleşebildiğini hem de DeepSeek'nin ternarhi Amerika AI modelinin 10%'ine bağmaydıqanlığını gitti. Endi DeepSeek'ni tushunish uchun biz avval OpenAI degan narsa bir az tunishib o'tib ketaylik. OpenAI. Endi OpenAI degan nima OpenAI degani Uyg'urcha nim deb tarjima qilsak bo'ldi. Endi buni bevosita shu so'zma-so'z ma'nosi tarjima qilsak, sun'iy aqliy iqtidorni intellekt deganga. Endi boshqa atalg'i bormi? Hamma qildig'ininglar o Açı başka nima bormi, başqa atalg'i bormi bildiganlar qilinglar. Men avval OpenAI degan nimani biroz qisqa tushuntirib o'tib ketay. OpenAI deganni. OpenAI sun'iy aqliy iqtidorni tadqiq qilish va yetaklashni maqsad qilgan tunji shaxsiy tajribaxonasi. Buni eng beshida uning o'rni eng beshida San Fransiskoda qurgan uni. Kaliforniyaning San Francisco. Buni qurganlar masalanga, buni qilganlar Sam Altman, Elon Musk, Ilya Shukaver deganlar bor. Undagi ma kitob mana ko'rsanglar, mushni qurgan bu o'q. Ma kitob. Men yeng o'qib chiqdim. Open degan mush AI so'zlaydi, mush odamlar qilgan San Francisco qurgan bir shirkat. Bu shirkatni ham tajribaxona, ham shirkat deydi. Lab, research lab and the company deydi. Buni sun'iy aql iqtidorini tadqiq qilish va yetaklashni maqsad qilgan shaxsiy private lab and the company, shaxsiy shirkat va tajribaxona deydi. Tajribaxona deyishning maqsadi ikki. Birinchi vaqtida bu bir chunki bir mashina odam sen bilan ko'zlashida suni tajriba qildi. Undan keyin yana biri bu oshgan vaqtida 2015 yıl qurgan bu şirket. Yeni kuruldu, 10 yıl bo'lmadi. OpenAI tajribaxona deyishning sababi bu Amerika Energiya Ministrligidagi United States Department of Energy qarmog'ida 16 tadqiqot shirkati bor. Hukumatning qarmog'ida eng dunyoda cho'ng. Shuning birisini bo'lsa Los Alamos davlat tajribaxonasi deydi. Bularni Amerikaning shirkat demaydi, tajribaxona deydi. Hamkor bu Amerika davlat bexatarlik tadqiq qilish uchun eng yeni sun'iy aql modelini o'sha tajribaxonaning darajadan tashqari superkompyuter kompyuterga o'rnatmoqchi bo'lgan uchun o'sha Elon Musklar mushlar qilgan o'sha OpenAI ikkisi birlashib buning mablag' selib buni ishlaydi. Shuning uchun bu shirkatlarni Amerikaning Los Alamos'ga tajribaxona degandan bularni OpenAI'ni lab deb gapni qo'shgan. Tajribaxona degan gapni buni qo'shib qo'ydi buni. Endi Los Alamos degan Amerikaning intay dongli shirkati. Tunji atom bombani shu yerda yasagan, shu yerda portlatgan. Bu yerda bir Uyg'ur ishlagan doktorlik unvonini olib labda bir Uyg'ur ishlagan, ismini atab qo'ymay, yara qolmasligi mumkin.
Şu yer işleyen Yaponiya atom bombalar önce muşu yer işleyen bular OpenAI bu şirketi men şirket dep alay tecrübexanda dep almashtırma ikkisi birleşip muşunu işleyen bunu. OpenAI ular birleşkendeki ko'rinarlik nayda natijalarga erishdi. Mesela ChatGPT, uningki klip, Kodak, aşında degan bir qator mashhur, bir qatorliq mahsulotlar bilan texnika sohasini zildil keltirdi. Men bu masalan ChatGPT'ni kunduz ishlatmayman, Google ishlatmaydigan bo'lib ketdim. Mashinaga chiqman, xiyolim kelgan savolni so'rsam deb berdi, tushuntirib berdi. Birovlar men bir idoralarda kodi birini yozmoqchi bo'lsam, tashki kod yozdigan odam bo'lgandan keyin programda. G'alati bir kodlarni mushu qandoq yozaman deb o'ylashib жүрмейlar. ChatGPT'ga mushtaq masala qandoq kod yozadi, falon kodni sudama chiqarib berdi, uni azroq o'xshab qo'yib qo'ysam bo'ldi. Inkidan yaxshi chiqdi. Uningki eng yana bir misolni ko'rsatib beray sizlarga. Bulta 6-oyda bir biochemistry, biokimyadagi bir turkum bolalar bir yangi shirkat ochmoqchi. Ular hukumatdan pul ilishga bundaq iltimos yozmoqchi. Meni ashuni yilishib bersang dedi. Hamma qilib ularning materialini ilib uni qanday qilmayman shu ChatGPTni yine keliblar mana mushundaq bir meni yilishib ber dedi. Yilishib ber deb o'qisam yamanki ya bu texniklik emasga buni mana uni qilib buni texniklik xodimlarga o'zgartib bergan dedim. 5-6 o'zgartib berdi. O'zgartib berdi, o'qib baxdim bir yerga bir so'zni almashtirdim. Shular ashni berdim, ular ashni berdi, pulni olibdi. ChatGPT yomon bo'lib ketdi. Hamma ishni qilib bergan bo'lib ketdi. Microsoft'mi 2023-yildan tortib OpenAI. Hozir OpenAI degan burun bir shirkatning ismi. Hozir OpenAI degan mushu sohadagi barliq shirkatlar ishlatilgan atalg'uga aylanib ketdi. 2023-yildan tortib OpenAI'ga necha milliard dollar mablag' soldi. Microsoft. OpenAI Amerikaning dunyo texnikasini yetaklash strategiyasida halqliq rol o'ynayapti. Bundan keyingi taraqqiyot, ilg'orlik kim mushu AI'ni oldida mangsa shu dunyoni yetaklaydi. Ayliqqa men sana bir rasm avatgandan bir nurg'un shirkatlarning ismini ashuni nim qilib beraman. Mushini. Men hozir qisqa mushu Amerikadagi hozir masalan mushu sun'iy AI shirkatlarining mushularni men qisqa Google kirib lista desanglar chiqdi men tushuntirib qo'yib ketay. Mushu shirkatlarni mana birinchi ChatGPT bu birinchi bo'lib chiqqan. Biz hozir ishlatyapmiz. Bu tez yozgan narsamizni yoki ovoz orqali ishlatuvchilarga user bilan aloqa qila oladi. Buning yeni modelini ChatGPT 01 deb yozishdi. Buni men ishlatdim, har oyga $26 membership to'layman. Buning $20 modeli hozir 2022-yili bozorga solgan buni sun'iy aql iqtidorini qarang'ilishi buni endi nim desak bo'ldi desang sun'iy aql iqtidorli qarang'ilishida odam desang bo'ldi, mashina desang bo'ldi. Yani sen bilan qarang'ilishadigan bir odam. Hozir yaqinda chiroyli qizlarni yasab chiqdi-ku turg'unmi? Ya'ni 10 yildan bo'yda odam qolmaydi deydi. Masalan biz erlarning o'sha go'shtni ilib o'lib ketgan faqat bir skeletdan. Onun tüpede fakat go'shtlarni qatgandan keyin o odam bo'ladi. Hozir shuning odam o'xshash qizlarni yasab chiqdi. Endi shu ayollar qanday degan tadqiqotga o'tib ketdi. Shu bo'ldi. Endi ayollar chiqibdi. Bundaqlar erlar o ayollarni yasabsizlar, biz ayollarni erlarni yasanglar deyapti. Ya misada Mevlan bir og'iz gap qistirib qo'yaymi shu ChatGPT to'g'riliqchi. Endi bu ChatGPT deganni menmi shu ChatGPT deb oldigan bo'ldim. Dastlab shunday desam uyg'urcha tarjima qilsangiz mamdu degan savollar chiqib qolgan. Men dedim bundaq narsalarni biz o'z oldiga uyg'ur atalgan ijod qilib tursak bu tugmaydigan nimalar chiqib endi yana bir qalayim qanchalik chiqdi deb dedimda shuning uchun chat deganning ma'nosi nima deganda paranglashish degan. GPT degan nima deganda generative AI debdi. O'sha generative AI degani shu AI ning chat bot degan tushuncha bor. Chat bot degan nima deganda chat bot degan chat degan so'z yana paranglashish degan gap.
bot degani supsi degan gapda. Xuddi biz o'z vaqtida Qashqarlarda, Urumchilarda bunda bir 7-8 odam yig'ilib, ashada bir o'tirib, har haftada bir ko'rishib, bunda paranglashdik-ku. Endi ashunda paranglashadigan yer. Shuning uchun uni biz bu yerda chatbot degan hozir Abdurinjon chatbot deb oldi. Chatbotga bir tushuncha berdimi? ChatGPT degan nima deganda chatbotninki taraqlangan generative AI orqali men Mevlan tushundirganda ilg'or texnikalarni singdirib qolgan narsa. Shuning uchun DeepSeek bo'lamdi, Claudia bo'lamdi, Llama bo'lamdi, shu qatorasiga Mevlan tushundirmoqchiman. Bularning hammasi bu chatbotlarning qatori kirdi. Lekin bular generative chatbot, ChatGPT leveldagi chatbotlar Qashqarda o'tirgan, Urumchida o'tirgan bizning meyadim ba, onun neçeyle daha her haftada bir oturup paranlaşımız bu. O so'pga o'xshamaydigan yeri shu. Shuning uchun mencha Mevlan qo'shilandiki o'qimayman. Mencha yangi atalg'i ijod qilishning hojati yo'q. AI deb mangayli, chatbot deyli, ChatGPT deyli. Hozir quloq qisilmagan bilan qarab turinglar, bir mezgildan keyin bular Uyg'urchasi deydiganlar chiqib qoldi. Shuni qisib qo'yay dedim. Bo'ldi bu to'liqni degan to'g'ri. Biz Uyg'urlar nurg'un narsani tarjima qilishning sababi biz nurg'un narsalarni Xitoy orqali akiramiz. Xitoylar undaq birimni o'qolmaydi. Ularning tili bundan o'qolmaganki ular tarjima qilishga majbur bo'ldi. Xitoychadan Uyg'urchaga akirganda biz tarjima qilamiz. Biz Uyg'ur masalanga shu butun o'zbekcha deyish bo'ldi. Kompyuter deymiz, hamma odam qabul qiladi. Shunga o'xshash to'liq yaxshi birimni qistirib qo'ydi. Aning ikkinchisi ma rasmdagini DeepSeek. Bu Xitoyning ChatGPT'si. Xitoycha so'zlar bunun bo'ldi. Yani İngilizce hammani bo'lyapti deydi. Uchinchisi Claudia. Bu degani ChatGPT'ning o'rnini elishni nishon qilgan asosli tanlash. Haqlar nurg'unlar buni men ChatGPT bir chiqqandan hamma odam shuni qilmaydi-ku. Butun shirkatlar mablag' sarflayapti. Shuningga intilgan shirkat bu ChatGPT degan. To'rtinchisi Llama. Bu Meta'ni bilamiz, to'g'rimi? Meta degan Facebook, Instagram, WhatsApp qatorlar birlashtirgan ana shirkati Facebook'niki. Meta'dan kelgan eng yaxshi ochiq kodli AI modeli. Buni masalan Facebook'ga a'zo bo'lib kirib, uya so'zlashmasan, mushuni ishlatsa albatta chaqqaroq bo'ldi. To'rtinchisi, yana beshinchisi Gemini. Gemini Google taraqqiy qilgan ChatGPT'ning raqobatchisi. Bunu Google taraf qilgan. Lekin ChatGPT'dan jiq nachar chiqdi bu. Shu ashqa bu bo'lmadi. Oltinchisi bu bo'lmagandan keyin Google oltinchi deganim Perplexity. Uni qilmagandan keyin bo'lmagandan keyin Google AI'ning o'rniga ishlatilgan eng yaxshi AI'ni Mani taraf qildi. Google'ga masalan a'zo bo'lib, masalan nurg'un Google shirkatlar bilan munosabat qilgan odamlar, masalan Google haqida biz idorasining Google akaldi a'zo bo'lsang, ash orqali so'zlasang hamma ishingga javob beradi. Ma 7-si Sensosiya. Bu bo'lsa video dunyodagi birinchi video aloqasi. Bu 100 necha xil tilda ishlatiladigan AI bosh turiti va ovoz berish orqali ko'rinma chastotani yasaydi. Bu nima deganlik degan? Sen masalan beshingni bersang, beshingni chiqarib bersang, rasmini aytib bersang, ovozingni aytib bersang, o bo'ldi. O seni shunda jonliqmush so'zlayotgan hamma yerlarda ashta qildigan narsani sana chiqarib berdi. Abdurinjon qarsang yili maydonda so'zlayotgan seni butun harakatchan nimani qilib berdi. Hozir yaqin nurg'un Guldan YouTube'lar bor. Shundaq bir odamlar so'zlayotgan, shundan pul so'rayotgan arslarni o'xshashlik so'zlayotganlar mushini ishiltdi. Buni bilsin. Ma o 8-si 11 Labs. Bu har qanday ovoz, usul va tildan yuqori sifatli AI hosil qildi. Uningga sen yozmangni uydagining ovoziga o'xshash ovozli nutq qilib bera oladi. Sen birini yeziblar, undan o'zing assalomu alaykum, qanday ahvoling, yaxshimi deb ovozingni to'ldirib bersang, sening yozgan narsangni sening ovozingda o'qib bera oladi. Ma 9-si Grok. Bu bo'lsa 2023-yili Elon Musk ana qilib bo'lgandan keyin qurgan ko'p tillik AI. Agar hozir burun Twitter'da hozir X deydi-ku Elon Musk'nikini. X'da hamma odam buni ishlatsang bo'ldi. Uyga azab kirsang, buni ishlatsang albatta. Bu
bu sen aykıt işletsen bu başkalar qaraganda sureti işte iniq çıkıdı. Bu her qanday sualga cevap aykıt Bu şu doğruluq XAI degan şu qo'y, Grok degan. XAI şirketi şu XAI deydi o bunu. Bu XAI taraqqiy qilgan AI. Hammasi Elon Musk'ninki. Ondan keyin masalan bak 10-si Mid Journey deydi. Bu bo'lsa tabiiy til tasvirdan rasm hosil qiladi va eng yaxshi AI rasm hosil qilguvchi deb ataydi. Masalan sen Abdin Ufka, masalan sen ilkmamışda Uyg'urcha so'zlasang bu butun tillarning hamma tillarni bu analiz qilgan. Sen Uyg'ur so'zlasang sening so'zlagan so'zingdan bir Uyg'urning rasmini chiqarib bera oladi uningga. Sen Xitoy so'zlasang bir Xitoyning rasmini chiqardi, Spanish so'zlasang sen so'zlasang sana bir Spanishning rasmini chiqarib bera oladi. Tilingdan sening millatingni taniydi. Mavu 11-si Adobe Firefly. Qani Adobe Firefly. Bu bo'lsa bu ijodiy va texniklik kasb xodimlari uchun chiqargan app taraqqiyot qo'llanadigan yozma detal şirketi, bu bir şirketi, şu şirket hem de bunda kasbiy odamlarga chiqargan GPT. Musha keng doirada mush AI to'g'riliq har qanday savolni so'rasang, kasbiy odamlar mushakirsa mush so'zlab berdi. Bu Adobe degan shu dastlabki PDF nusxa chiqargan shu kompaniya keyin ham bularni taraqqiylanib hozir AI soyasiga kirib ketdi bularni. Shu vaqtda men ansirgandim Adobe yo'qlamdiki debdiki Adobe yo'qolmay keyin agishib menga hozir qilyapti. Ma 12-si Copilot hamda Capilot mi deb o'qiydi-ki har xil inglizcha amerikan. Bu Microsoft tadqiq qilib yasab chiqqan AI GPT. Microsoft'ninki GPT chat'i. Bu 2023-yili bozorga soldi. 13-chi Runway. Bu ijodchan AI tadqiq qiladigan va AI texnikasini rivojlantiradigan shirkat. Bu yozma narsangni shu zaman videoga aylantirib berdi. Sen birini yezib aytmasang, shu 30 sekundning ichida seni jonliq so'zlayotgan odam qilib ko'rsatib berdi. O'zingni yozmangni sen Abdurahimjonning ovozi bilan Ahmedda maydonda mushta so'zlayotgan qilib chiqarib berdi seni. 20 minutning ichida. Ma 14-si MM1 deymizdan Uyg'urcha mimi bir deb ketadigan bo'ldi. MM1. Bu olma şirketi. Ma biz ishlatayotgan Tulpin olmag'u. Olma şirketi ishlagan birinchi AI modeli. Buni olmaninki masalalarini hal qilmasa, agar shularninki network kirib, mush AIni mush MM1 ishlatsang, savolimga til javob berdi. Ma'vosi 15-si Hugging Face. Dünya bo'yicha birinchi AI jamiyati. Bu AI taraqqiy qiladigan, texnikalar taraqqiy qiladigan jamiyatlari. Bu jamiyat men a'zo bo'lib oldim. Buni a'zo qanday a'zo bo'lishni o'rganish uchun GChapdan so'rasam, u menga deb berdi. Ondan Gamma bu yazmangni AI orqali PowerPoint'ga aylantirib berdi. PowerPoint'ni bizlar slide I'm to'liq PowerPoint avdidigu. Deganmish qilayotganmish, ko'rayotgan PowerPoint'ni nimasi bu? Masalan sen bir meni yeziblar, mushu Gammaga ishni tashlab bersang, u shunda chiroyli PowerPoint qilib berdi. Ya uni ben AI orqali qilib yubordim. Biz o'zimiz qilamiz buni. Uni qilsalar mushlar hammasiga pul to'laysa, men bir ChatGPTga pul to'ladim, 26 number 1 birinchisiga $26 to'layman har oyda. Yani hammasiga to'lsang har oyda 200 koy to'lsang bo'ldi. 17-si Pika degan yozmalarni va rasmlarni AI orqali videoga aylantirib beradigan hozir xalqlar birinchi AI quroli deb ishlaydi. Bir yozmangni avtib yizni avtibsang, rasmingni avtibsang, u sening ovozingni o'qib, sana video qilib chiqarib berdi. Bularninki nimasi membership har oylik puli qimmat bo'ladi. Eng oxirgisi 18-chi Tech Presso. Bu mening eng qisqa men nurg'un ilm fan taraqqiyot to'g'riliq birimlarni mishadan olaman. Bu AI orqali eng qiziqarli fan texnika xabarlarni va ko'z qarashlarni chiqaradigan kundalik kasbiy uchur, inglizcha Tech Newsletter deydi. Buningda kundalik
dünya nemi taraqi bo'lyapti, qilyapti, meni hamma narsani mushu deb berdi. Misal so'zlab xabardor bo'lsa dunyodagi hamma ishlarni kundalik bo'layotganligini. Endi bu AI chiqib ketdi, endi DeepSeek degan nima kelayli? Ya mana da bir ana o'tkizdim bir savolim bor Ha. shu buning ichida ChatGPT'ning free modeli bor. Shundaymi? Free test. DeepSeek mi hozir free erkin bo'ldi? Qolganlar erkin mi yo qolganlar hammasi pul to'laydigan yapmi? Gaylari erkin nurg'ula masalan Microsoft'larnikiga ularning nima kirsang ular pul oladi. Ular chunqurlab kirdi, pul oladi. Mevlaka ben bir so'zim qilyapsam, mana ishlatadigan ChatGPT bilan o'sha cloudni ishlatmayman-chi, ishlaysan bekorlikni ishlatmayman. Lekin bu tarjima qilish miyasi qarab baqsam, ChatGPT qaraganda cloud obdara qildi ekan. Albatta o keyin chiqqanda, ChatGPTning pul oldig'ini kir, u intayin yaxshi. Ama anikeyneden hozir mush deyotganingizning hammasi endi boshqa nano shirkatlari bu. Amerikaning malama faqat Amerikaning shirkatlari. Amerika shirkati Amerikada men bunda kirib baqsam 50-chi shirkatga men boshqa 18 ni iliblar men so'zlayaptim. Shu DeepSeek'dan boshqa hammasi Amerika shirkatlari shu. Hammasi Amerikaning sen Gollandiyadan baqsan kirib baqsan. Google kirsang shirkatlarni deb berdi. Xo'sh, endi davom eting. DeepSeek degan nima? Bu to'g'rimi? Amerikani Hong Kong qoldiryapti. Uyg'urlar Amerikani Hong Kong qog'iniga Hong Kong bo'lib qoldi. Beshidagi rasmni ko'rsat, beshidagi DeepSeekning rasmini. Beshidagi. Boshqa misal chiqib qo'ysam bo'ladi. Mana DeepSeek, mana rasmni yaxshi rasmni chiqaribsizlar. DeepSeek degan endi Xitoychida aslida Shindo suv degan gap, Shindo degan chunqur degan gap, suv degan izdinish degan gap. Shuningdan Uyg'ur inglizchaga DeepSeek deb tarjima qilgan buni. Tuyuqsizdan DeepSeekning paydo bo'lishi Amerikaning bu strategiyasini dunyoni yetaklayman degan yuqori strategiyasiga tahdid bo'lib ko'rinyapti. Sun'iy aql iqtidorga chip yasaydigan Nvidia shirkatini o'z ichiga olgan texnika shirkatlarining paychiki DeepSeek xavri o'ttirga chiqqan zaman shiddatla tushib ketdi. Tuanda birdan so'zlaymiz uni. Amerikaning to'r bexatarligini analiz qilgan Daniel. Bu Daniel degan odam Amerikaning CIA'lar ishlagan to'r bexatarligini qildigan odam. Bu odam shundoq dedi. DeepSeek Amerikaning texnika hukmronligiga va AI ilib kelgan inqilobiy taraqqiyotiga bo'lgan egidorchilik huquqiga asosli tahdid soldi. Bu nəhayət qattiq gapda major perceived threat deb oldi bu. DeepSeek bo'lsa AI tajribaxonasi, 11 AI tajribaxonasi shirkati ya modeli deb tonildi. Umi bir sun'iy aqliy iqtidor texnika tadqiqot shirkati. Uning ikki modeli bor. Hozir dunyo so'rab, birini DeepSeek V3 deydi, yana birini DeepSeek R1 deydi, R1 deydi. Bu ikki modeli Amerika OpenAI shirkatining eng ilg'or modeli bilan tang va barobar deb Xitoylar mushni jakarlayapti. Nurg'un Amerika shirkatlari mo ashunda bizda tang barobar bo'lib qoldi deyapti. Yuqorida so'zlab o'tgan OpenAI bo'lsa ChatGPT bilan masalan Facebookning va Meta'ningki maturi OpenAI'lar. Bu ikkita hozir demak bu Facebook'mi tahdid qilyapti. Hozir masalan Facebook, masalan Google, Elon Musk'ning aytishicha bular hammasi Amerika hukumatining qilib bu DeepSeek'ning to'pidan arz qilyapti. Bu to'g'riliq ikkinchi to'xtamiz to'liq tadqiq qilganda Endi misha kelgan DeepSeek nimishqa texnika dunyosini tavirtibyapti. Birinchi, tanarxi arzon. Men bularning deginiga ishonmayman, men tushundirman nimishqa. DeepSeekning aytishicha o'zining DeepSeek V3 modellarini tarbiyalash tanarxi $6 million tuvat. Men buning ishonmayman. Buningga selishtirganda OpenAI ChatGPT'ning eng yeni nusxasini tarbiyalash uchun $100 million dan ortiq pul ketadi. Masalan, bu
bu şirketler nait ılgar çip işiltidi. Nvidia dünyadaki en ılgar çiplerini işleydiğin bir şirketinin bir tal çipi 30 ming hatta 70 ming dollarga chiqib ketgan. Al 2003'den 2024 yılgacha buningki paychiki 10 nasl o'sib ketgan. Demak, 2023 yili 1 million dollar bo'lgan bo'lsa, sening paychiking 2024 yil 10 millionga yetdi degan so'z. Bu mushu paychilik Nvidia olmini bekitib dunyodagi bozor qiymati eng chong shirkatga aylandi. Shuning uchun bu oyliq bir kun 17% chiqib ketdi, biroq 600 milliard dollar ziyon tortdi. Keyin asli keldi, tuanda so'zlaymiz. Ikkinchi, bu DeepSeek'ninki dunyo qig'ini ancha ilg'or bo'lmagan chip ishlatgan. Bu Nvidia'ning chipini ishlatgan. Nvidia shirkatining chipini ishlatgan, koni burunqi orqada qolgan koni chiplarni, burunqi modelni ishlatgan chipni. DeepSeek tuan darajalik chipni ishlatib AI modelni harakatlantirgani AI tahlilchilarni ta'sirlantirdi hamda gumonlantirdi. Biz zaten en ılgar çipte muşu mağavasak sen kandak burun kaldık çiple muşta kılal dedin. Bulanı aşına kıldı da tesirlendi. Lakin bir cetten gumanlandı. Ben o önümü mesela hazır bu Nvidia'nın en ılgar çipini Blackwell B200 deydi. Bula Nvidia işletkini muşu DeepSeek işletkini Nvidia'nın H800 degen çipi. Neçe evlat burun çip. DeepSeek dünyaya bir narsani, lekin DeepSeek dünyaya bir aktif bir narsani bayon qildi. Yana Amerikaning Xitoyga ilg'or chipni cheklashi DeepSeek'ning OpenAI 01 modelidan 20 dan 50 hassagacha arzon modelni e'lon qilishini to'sib qololmaganligini aytdi. Sen cheklagan bilan biz mazon ishlaldik dedi. Bu Xitoy uchun xalqaro iqtisodiy ta'sirdan siyosiy ta'sir ahamiyatli bo'ldi. Bir savol so'rasam bo'lamdi. Bir savol so'rasam bo'lamdi. Sen shu Nvidia'ningki chip to'g'riliq so'zlading. Rost uning xabarim bor. Nvidia'ningki shu oldingi nimadek o'rindik chiplarni sirtqi bermidi-ku hamda hozir. Yo'q, cheklayapti uni. Lekin ba'zilar hozir qandoq akuz qotdi desam-chu, bu Nvidia'ningki bosh nimasi maxfiy holda Xitoyga ashlarni bermikin degan gumon bor dedim. Shuni qanday qaraysan? Bor. Bo'lishi mumkin. Buning bir so'zlab o'tib ketma. Shuning uchun tushunilgan. Oldin kuni President Trump buni chaqirib Oqsaroyga akirdi. To'g'rimi? Akirib, hatto buningdan keyin o'sha azon nishni setishni cheklayotdi buningga. Donald Trump bevaqt Oqsaroyga akirdi. Bu bor. Shuning uchun bu gumon bor. Buni satgan bo'lishi mumkin o'g'irliqchi. Uni Xitoy qara, Nvidia'ningki boshlig'i Tayvanlik, Amerika tug'ilgan Tayvanlik bo'lganlar, uni Xitoy. Satgan bo'lishi mumkin pulni deb, shunga Donald Trump tunugun akirdi-ku deymi? Oldin kunmi tunugun akirdi. O'qigancha Oqsaroyga. Ha, shu akirdi. O'zi kelib ataytin ko'rishdi. Mushu ko'rishmisimi? Qaramisha-da, sorry ichmadi, vaqtni qilib ketgan bo'ldim. Misha mushunga oid masalada, masalan, Tayvandagi chip ishlab chiqarish, u zavodda dunyo bo'yicha eng oldingi zavod-ku, shundami? Shu chip ishlab chiqarish zavodi bilan mushu Nvidia'ning munosabati nima? Misha men hozir aniqlamay qoldim. Ya, Nvidia ham loyihalaydi. Avu manufacture ishlab chiqarish. Ishlab chiqardi. Texnics Amerikada degina, Technics Amerikada. Texnikni ular ishkilsin yumshoq detal Amerika boshqurdi. Mavu Nvidia'ning boshlig'i Donald Trump bilan ko'rashgini bo'lganligi agar Xitoyga oshningki sotganligi haqiqat chiqib olsa, Amerika qonun bo'yicha uni muddatsiz qamoqqa oladi. Shunga shu hozir qo'qib ketgan yer shu. Ana AI masalanga bu Xitoy uchun xalqaroda iqtisod ta'siridan, hozir Xitoy Amerika cheklab uchgandan keyin siyosiy ta'sirni, biz bir siyosiy ta'sir qiladigan qurol bo'ldi deb Xitoy buningga noiti xush bo'ldi. AI shirkati SOCI, bu AI shirkatining yana bir xil AI shirkati, buning ismi SOCI'ning bozor mudiri, market director Damian Rollinson shundoq dedi.
ChatGPT oshkor e'lon qilgandan buyon sun'iy aql iqtidorining taraqqiyotining uchqandek ilgirlashini mo'ljallandik. Ammo eng yangi olqish Xitoydan kelishi Amerikani hayron qoldirdi. Biz buni üstüde, lekin bu Xitoydan keldi deb o'ylamagandik. Bu ishki. Anandikan, bu nima diplik chiqibla olmaninki, olmaning bozorida, badabago Apple Store, olma bozorida emas, olma bozorida bu eng ko'p tushirilgan nimaga aylandi. Shunga tushirishi bir kunning ichida Amerikaning butun texnika paychaklari $1 trillion ziyon tortdi bir kunda. Amerika dunyo tarixidagi paychak rekordini ziyon tortgan rekordni yaratdi. 1 trillion degan jiqsanchimi haqlar million trillion deb davrdiga 1 trillion degan necha ufka 1 2 3 4 deb sanasang 37.710 yil ketadi 1 trillionna salab bo'lishga. Vaqt insonlar chiqqanmi chiqmagan odamlardan bavaqlari bo'lishi mumkin. Haqli odat 1 million 1 trillion 1 milliard davrimiz 1 trillion degan yomonsan o'sha uyda men deganim tomoq yemay dam olmay uxlamay ishlamay xalaq olmay ishmi qilmay o'tirib sanasang 37.710 yil ketadi 1 trillion. Sen sanaga o'xshaysan qo'y. Ha? Uni sanasang sekundda o'riblar chiqasan chiqadi kompyuter kiriblar. Hamda Amerika AI şirketlari qanchalik dipsik e'lon qilgan birinchi kuni ziyon tortdi. Mana ziyonni deb qo'yaylik. Chip ishlab chiqaruvchi Nvidia shu kuni 17% tushib ketdi. 17 bozor qimmati bunday 600 milliard dollar parg'aynib ketdi. Bir kunlik tushish rekordni yaratdi. Lekin hozir yana 10% asli keldi. Hozir chunki xalqlar darrov bu nima dipsikka gumonlanyapti. Buningki 6 million deginiga xalqlar ishonmaymi? Buni dipsik bo'lma tuanda nima uchun buni 6 millionga xatoligini men so'zlayman. Tushib ketdi. Buning uchun United Arab Emirates Donald Trump Nvidia'ni prosa Jensen Huang Xitoyni Tayvan Amerikalik bizman uning bilan dipsik so'zlab buningdan 320 ni Aşı qadimki birinchi chipni Xitoyga chiqarishdan burun Amerikaning Morxdan ammay chiqarishni chekladi. Donald Trump birinchi chiqardi buni o'rniga. Ikkinchi, Oracle bilan OpenAI hamkorlashib, President Trump yana Stargate AI projektda birini o'ttirib qo'ydi. Buningga Oracle database ve OpenAI bu ikisi bunun bilan birleşip 500 milyar dollar hükümetle birleşip meblağ salmoqchi bo'lgan. Bunun payçıga 14% tushib ketdi. Bunun payçıga o gün bir gün 14%. Hozir asli kelyapti. Üçüncü, keng doirada aytganda chipni loyihalaydigan, taraqqiy qiladigan va ta'minlaydigan dunyo texnika boshlamchisi Broadway bu loyihalaydi chipni. Onun bilan Xitoyning Tayjigening paychigi shu kuni 10% tushib ketdi. Bular men deb qo'yman, 10% deganlar milyard dollar yig'inlar, bular trillion dollarlik shirkatlar bo'lganki, bular tushsa milyard tushib ketadi. Hatto mana Amerikaning eng chong paychigining biri bo'lgan Nasdaqning paychigi mushuni bilan 3% tushib ketdi. Nasdaqning tushishi Nasdaq to'liq texnikaga nim qildi. Bular faqat bir necha misollar. Donald Trump'ның o'ttirib qo'ygan Stargate AI project degan uyg'urchaga tarjima qilsang, buni planetlar ala sun'iy aql iqtidor turi. Planetlar degan tang olgan birimida buni qilgan. Endi misha kelganda xalqlarda tabiiy bir savol qo'llanishga Amerikada darrov qo'ydi. Deepseek'ni ishlatish bexatarmi? Bu Amerikalarda har qanday g'arbda bu masala birinchi o'rin qo'ydi. Bu Deepseek Xitoy hukumati bilan munosabatli eng yangi qo'llanishchan program olma app dukkanning tizimligida birinchi o'rinni oldi. Hozir bekorga tushirsa uni jimo TikTok'ga. Meni bolalarim tushiribdi, bir necha so'zni men tarjima qilib oldim. TikTok Xitoyning TikTok ijtimoiy aloqa qo'llanishida birinchi o'rinni oldi. TikTokning Amerikadagi database Oracle boshqardi. Xitoyning bu ishchilikda olma appni tushirish va ijtimoiy aloqa turida birinchi o'rinni oldi.
TikTok ne? 2000 yılı Trump'ı bunu çekileymek dep o'ttirib qo'ygan. Biden bunu qo'llab, cheklab 2024 yılı 1 ayın, mush ayın 17'si uni Amerika'dan emel kaldırgan 20 saatga President Donald Trump chiqib bu TikTok'ni yana asliga keldi. 20 yıllarda, 20 20 yana asliga keldi. Çünkü Trump dedi, TikTok mening prezidentni saylashim jarayonida cho'ng rol o'ynaydi deb uchiq dedi. Yani 20 yıl vaqt berdi. Şu vaqtcha Amerikani buni Amerika bir şirket sitib berdi 51%'ni. 51. Çünkü kim 51% alsa şu şirket yetakchilik qildi. Hozir Elon Musk'ni alamniki degan xabarlarni aytib yo'q. AI şirketi SOCI şu qursilganni bozor mudiri market director Damian Rollins'in ko'z qarashida DeepSeek Amerikada bexatarlik endişini qo'zg'adi. Amerika bexatar endişini. O shundoq dedi. Qaramoqqa AI harbiy hozirlik musobaqasi AI adı Armory. Harbiy musobaqa AI orqali mingyotidi hozir. Iqtisodiy raqobatdan g'olqilgan geopolitika ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida o'zgarishdan texnikaning vodiq texnikalarni buni transformative technology deydi. Ko'rsatdi deydi. Bu AI adı Amerikaning butun strategiyasiga ta'sir ko'rsatyotdi deydi. DeepSeek'ten kelgan tahdidni bayqagan President Trump shundoq dedi. President Trumpning gapini o'qiyapman, tirnoq ichildi. Buni Amerikada uyg'onish, Amerika sanoatiga uyg'onish chaqiriqi dedi. Wake up call. Amerika sanoati lazer nurdek diqqatini yig'ib bu raqobatda cho'qim g'alaba qilish kerak. Laser focused on competing to win dedi. Bu Donald Trump'ning gapi. President Trump'ning bu so'zdan DeepSeek'ning Amerika siyosiy va iqtisodiy qatlamida qanchalik cho'ng to'lqin paydo qilgani bilalaydi. Wake up, uyg'onish call. Bu oson emas. Uyg'urlarda Uygur degan she'r bor, Donald Trump shu she'rni mana beryapti. Va DeepSeek OpenAI'ning buningdan keyingi taraqqiyotiga 3 tarafdan ta'sir ko'rsatdi. Mayli u yaxshi bo'lsa, yomon bu 3 tarafdan ta'sir ko'rsatdi. Birinchi, DeepSeek'ning tuan tanarxliq va til shaklda keltirish andizasi oldi bilan usul jihatdan AI kasbiga ideviy ilhamlandırış canlığı var. Hakikaten bunun için hazır kıymet mi, elden kığın bulamdı, çakkan kığın bulamdı. Akçal muşnumla Amerika'nın nurgun küçük AI şirkette kurulup geçiş mümkün. Bu AI şirketlerinin ilgirki ve hazırki kadar doğru meblağ silimi. Hazır hadisle milyar dolar siluvatkan, 100 milyar dolar siluvatkan da bununla. Bunu yukarı tekleydiğen tefekkür vaziyetini, muşta meblağ, çok meblağ vaziyetini o'zgarishni kuchli ilgari surdi. Nurg'un menga bir bala uribdi. Men mushundaq she'rni burun idoram ishlarkan, men mushundaq AI'ning mushtaq eldan shirkat mushtaq qurishga men boshlayman deb bir bala men tilib urib, buni kon ag'inamda shunda dedi. dedi u. Tuan tanarxi bilan modul qurishni texnika ehtimolligi ustida izdinyapti. Hammalar. Tuan az pul bilir. Bu noktadan qaraganda DeepSeek'ning bütün kasbga ilgan ilham ahamiyati cho'ng. Mayli bu Xitoyning qanday bo'lishi bilan bu kasbga buni akilgan aktiv rol bor. Bundan keyin arzon pul qilib nurg'un shirkatlar qurdi. Ikkinchi, DeepSeek'ning hozir ishlayotgan qurilish muloyizasi, inglizcha engineering conception deydi va texnika taktikasi boshqa AI qurishda ko'paytirib bo'ladigan bo'lmaydiganligi to'g'risida hozirgacha hukm yo'q. Bu degani shu DeepSeek'ning usulini, taktikasini qo'llab biz bu shirkat qurgan bo'lamdi, bo'lmamdi deganda texi buning bir hukm yo'q. Hukm yo'q. Kasb mishadiliqi Mevlan mishadiliqi Sam Altman akını bir nima yezibdi, bak inchiklab o'qib ketmadim. Uning diginde mushu nima ChatGPT o'zi nimasi qo'y o'z ijod qilgan ChatGPT'ni hatto to'qitib qo'ydigan
nima o'ylashyaptimi deganda gapni qilyapti. Buningki ham meningcha u shuning o'rniga texmi yangi Allohning oldiga o'talayotgan bir nimani o'ttirib qo'yma demdiki degan qiyos qilyapman. Sen xabaring bormi shuningdan? Ya bor, bo'lishi mumkin. Hozir bu ChatGPT birinchi chiqqandan keyin bu bozor cho'ng bozor. Bu Amerikadagi buningdagi taraqqiyotni eng asosiy Angliya iqtisodiy Europe Union Continent raisim deydi, kim AI'ni yetakchilik qildi, shu dunyoga yetakchilik qildi deydi. Hozir Amerika hamma kasb, hatto healthcare'lar mushunga mablag' selyapti. Shu. Şu Amerika bu inqan cho'ng ish bu. Mening demoqchi bo'lganim hamda yana shu hamda hozir ChatGPT, DeepSeek kirib oldi, shuning abay sen ko'rsatgan shu nurg'un generative AI tool'lar bor hamda. Shularning o'rniga bir yangi narsa qilib, shularning hammasini axlat qo'ytamdiki degan nima bor. Uni yo'q degani bo'lmaydi o qara. Bu Amerikaga geniuslar, o'sha dunyodagi eng aqlli odamlar dunyoda yiqib kelgan yer qara. Bir necha yil bo'ldi bu ChatGPT chiqqaniga bir necha yil bo'ldi. Uningdan burun Google'ni ishlatmadi. Google qarmani uzun bo'lib ketdi. Shu uzun bo'lib ketdi. Google'ning shuning uchun ularni hammasi ehtimol bor Amerika hozir har qanday narsani bo'lmamdiki degani bo'lmaydigan bo'lib qoldi. To'g'ri. Amerikaliklar bir gap bor-ku, give me imagination, I make it happen deydi. Sen bana ham xiyal surib bergin, uni men amaliyotga oshiraman deydi. Hozir Amerikada surdigan ham xiyal muqammid. Meni ham xiyolimni o'tirib qo'ysaq bo'ldi ekan. Ya, shu yaxshi bir ham xiyalni suralsang, sana 100 milyon dollar oldigan shirkat bosh xiyal. Agar ko'paytirilgani bo'lsa, masalan, shu usulni, DeepSeek'ni usulni qo'llanғаны bo'lsa, agar ko'paytirilgan bo'lsa, AI kasbini keyingi taraqqiyotga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Abdurimjon yo'qolib ketdi-ku edi. Yo'q. Masalan, shuni ko'paytgan bo'lsa, biz shu Deep'ning usulini qo'llanғаны bo'lsa, AI kasbini keyingi taraqqiyotga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Jiq pul hajmay qilishi mumkin. Butunlay ko'paytirilmagan taqdirdimi bu xil tafakkurdan o'rnak olgan taqdirdimi AI kasbiga intayin aktiv ta'sir ko'rsatadi. Yaqin kelgusida g'oyat zo'r natijalarni, hatto inqilobiy xarakterli texnika jihatdan bo'sish hosil qilishi mumkin. O'sha Deep'ning buni pozitiv ma'noda buni aktiv ta'siri. DeepSeek masalan, DeepSeek hozirgi natija bilan Amerikaning AI yetakchiligidagi dunyo vaziyatini o'zgartirmaydi. Xitoy AI sohasida Amerikadan o'g'irlash, do'rash, o'rganish, orqasidan qo'g'lash umumiy holatini o'zgartirmaydi. Nima uchun? Nima uchun? Masalan, sonliq ma'lumot sohasida tug'liq buningki kasbidori data set distillation degan bir uqum bor, uqum va usul bor. Buni big data, cho'ng data deganninki doir kirdi. Uyg'urlarning ichida bu cho'ng datani mencha hozirgacha tug'liqda cho'nqur tadqiq qilgan odam yo'q. Ya, men boshqa bordi. Endi men yo'q delamayman. Mening bilgan soyerimda bu cho'ng datani, big datani tug'liq rasmiy tadqiq qilgan. Keyingi bir kunlarda masalan oshni cho'ng datani bilmaguncha bularning keyingi uchurini bilmaydi. Bakın, bir kunda tug'liq Xudoyimiz mishak taklif qilib, shu ommabop tilda hammamizga tushuntirib beraman, men ancha-muncha pas chiqarib beraman. Data set distillation degan uqum va usul bor. O cho'ng tipdagi mashq sonliq ma'lumot markazlashtirgan bilimlarni kichik sonliq ma'lumotga aylantirib, ibtidoiy sonliq ma'lumot mashqning unumiga yeyishni nishon qiladi. O data degan, men bir ikkinchi bir mundaq bir karton rasm chiqardim-ku, shuni chiqarib qo'yapka, karton rasmini. Bu bak esil rasm kabi. Mana, bu eng yaxshi usul. Ko'rdingmi? Open AI. Mening qarindoshlar diqqat qilinglar variasi. Ma dunyo mushuningda bilan DeepSeekning nima uchun dunyoni ilg'or Amerikani hadin guldir qilganlar ta'sir yetkazolmaydiganligi mushu berdi. Birinchi Open AI degan mushuk bir bor. Xat turdi. Chilak turdi, chilakning ChatGPT deydi. Oldin tug'an real data degan bu koinotni ko'rsatdi. Butun dunyo, yer sharlar emas, butun koinotni ko'rsatdi. Men OpenAI degan koinotdagi datalarni yig'ib, uni mashq qildi. Mashq qilmaguncha ChatGPT uni bilmaydi. Mashq qilib, mavu ChatGPT yinidagi tunga soladi.
Bunda ağzı var. Xitay məşq qilgan datani ilib deepseekni yasaydı. Agar endi bular ochiq deb masalan tuni mandal yeb qo'ysa Xitoyning ishi butunlay tugaydi. Ya şu ikinci resimde Mevla ikinci resimde azından koşturup koyaydı. Abi birincisi real data deydi o. Şu çok malumatlar, şu big data, büyük data dep ağam ben bir mezgilde. Büyük data deyimiz bu bütün şu alemninki malumatları desek buldu da. Bunu OpenAI'ye tuturup ağlıkka nim bilen onun içinden bilim kezip çıkmakçı oldu da. Bu anı işi taşlıgan ki kandak oldu ki ilmigi var o. İlmigi o yerde data mining vardı o. Bilik tutqanda men bilik tutmakkanca berip eriqning tüyügü berip 1 saat 2 saat o'tirma. O'tirib jim o'tirib qachon ilmek chiqa bir bilik deymizda tuk qildim qani shaqqil tatma ilindi. Ma bu ashini qilyapti-da. Data mining degan nima? Machine learning degan nima degancha o shu ilmek ashada shu rolni o'ynayapti-da. Ashada ashuni ichidan nim qilib ashu g'achda bir bilim chiqib qolsa bilim degan bilik ko'p tutdi o'zining Vakit kayak saldı da onu Mevlan işen davamlaştırmadın mı değil mi işen? Ya şu ben de mesela bu data diye bu bütün dünyadaki hem minimini alemini yığıp ekildi. Ende onu meşgul çünkü anın salıda OpenAI o uçuk. Nurga şirketler o yıkan datani meşgulgan işletken bulduğun datalar anın salamda Xitay'ın aşınında işletiyordu. TikTok mu şu? TikTok Oracle'ның database'ini işletiyordu. Muş eğer Amerika Donald Trump dep datani Xitaylar qılınlar dep ani yip koysa DeepSeek'ninki data aldığan yer tügeydi, onu ölüdü. O özü yığanmaydı onda datani Xitay. Maniki resmi şu. Şunun için DeepSeek'nin bu data set distillation usulünü kullanıp çıkargan mahsulatı asli icadiyet AI çoğun modelden halkıp ketelmeydi. AI çoğun AI OpenAI degen asli data bilen uçur bilen kıldı. Xitay bular yasap çıkan uçur arkalı kıldı. Çünkü data distillation başkalarına asli icadiyet neticesinin üstünde hareketlenir. Xitaylar şunun için mesela AI emeli kullanışlar sahasında misali biyo davalaş mülazimeti, otomatik maşina, AI maşina, adam katarlık AI maşina adam katarlık davamlılık tədqiq qılayotgan sohalarda data set distillation usulini asli icadiyet modeli muvaffaqiyat qozonishdan burun qo'llig'ini bulmaydi. Xitoy usulini bular asli qilib yo'qlab ratlab bergandan keyin chiqirib bergandan keyin Xitoyning usuli dekib ishiltidi. Asli icadiyet modeli muvaffaqiyat qozongandan keyinmi nurg'unlari masalan uni qozonganda darrov uchuq uni open qilmasa ochmasa dünya sen nimdep işletmese AI şirketleri menbesini içip ten bahırman bulması mümkün. Derul bulmaydı. Bundak ahvalda DeepSeek amalsız kalırdı. Teraklanmaydı. Bu DeepSeek'nin dünya AI vaziyetini özgertmesinin mukum sebebi. Bir misal göstereyim sizlerge. Mesela adı bazar gücü zor bulgan otomatik haydaş. Maşın otomatik haydaş çok vardı o doğru mu? Ve AI maşına adam saatte Elon Musk'ın Tesla şirketi aldığım oranda durdu. Size düşken kadar yaş ballarımız mı şunu ilvaptı? Yani maşın üstler oldular karım yok. Doğru mu? Oturma falan cek var mesela akti orada özü. Lakin hazır maşına sen ufkusanmaydı. Yani aldığında karaysa, aldığın karımısan bulmaydı. Operasyonu karab durdu. Azıcık yaş ballarımız uşup gitti. Ama yani 20 yıldan keyin Tesla bütünlay şoförsüz avtomobil haydaş amalga oshadiganligini aytdi. Yani o vaqtida o mashinalarda men ko'rdim modelni. Rolmi bo'lmaydi, tormoz hech nima yo'q ekan. Kiribla palanchaga bormayli deysa, shu yerga opirib qo'ydi. Opirib qo'ygandan keyin masalan yan bir yerga berib, yan 2 kun qo'nib qolsa, mashinangga uyingga ket desang, o'zi kelib uyingdan o'zi yenib keldi ekan. Unaga 20 yil vaqt qoldi deydi. 20 yıl ilan. Anandaki manında yanı birim dedi. Digital citizen. Rakamlık garajdan çıkıdığanga yani 10 yıl çıktı deydi. Muş adam, Mustafa Süleyman, muş Elon Musk bilen birler dastlabki OpenAI. O'ttirib qo'ygan adam. O ko'chalarda yani 10 yıldan keyin sen qaysi ras adam, qaysi yaga adamni bilmaysan deydi.
o'xshash uningki tumor odam uqmaysa o'xshash muhitda tutsan go'shtlari bor hamma nimasi bor sen bilan kepla sen shundoq uyg'ur so'zsan sen bilan uyg'ur so'zlayolmaydi xitoy so'zsan xitoy so'zlayolmaydi tembirini ip çalsan yinenki dutlarını çalalaydı hamma tilni hammani biladigan mashina odamlar dunyoga paydo bo'ldi bular hozir atal qo'ydi digital citizen raqamli garajdan dedi malaning ikkiga yana 10 yil vaqt qoldi deydi Elon Musk aldığımızda 20 yıl işçide bütünler muşunu koymak oldu. Deepseek tamamen Xitayning xalqaro obrazini o'stirish, yumshoq amaliy kuchi va xalq oradagi ta'sir kuchini oshirish uchun qo'llanayotgan bir qator tashviqot faoliyat strategiyalar. Uning 6 million ishlatdi deganiga men qat'iy ishonmayman. Chunki buningga Xitoy zo'r aqchan 6 million emas, Amerika 100 million ishlatgan bo'lsa, 150 million ishlatdimiki deyman tushunmanda. Masalan, buni men misol ko'rsatib bera olaman. Aldı bilen dipçinin tuan tanarxı degan təşviqatı rast yalğan. Mesela 2020 yılı Xitaylık bütün ya Amerika çipini bütün çekligəndikən Xitay özü Hanshin degan yuqori iqtidorli çipni yasab chiqdik deb e'lon qildi. Çip dünyasını g'ulg'ul keltirib o'tdi. Shu vaqtida Tayjidian, Nvidia'lar chiplari 10% ketdi. Bular Xitoy ishlab chiqqan, mush o'zi ishlab chiqdi, chekliginimiz bekor bo'libdi deb. Lekin ahiri bunun haqlılık yolgan ispatlandi. Çıkmıda yolgan ispatlandi. Yani bir misal göstereyim. Bultor 2024 yılı Xitoydagi kim kechak kasbida o'qiyotgan bir qiz dünya matematika musobaqasida chiqib 9-chi bo'ldi. Buni Xitoy shunda bizning bir kim kechak masniki kim kechak kasbidagi bir qiz matematika boshlab dunyo bo'yi 9-chi bo'ldi deb shunda tashib qilgan. Keyin qarsa bu qiz bola hammiz uyda o'tirib kompyuter musobaqaga tushgandan bir matematik o'qituvchi kayda turib bunga yordam qildi. Shuning uchun bu 6 million degan bu Xitoyniki men ishonmayman 150 million hajlidi deyman. Lekin Xitoy hozir Amerika bek cheklayotgan chip, ham yan cheklayotgandan Xitoyning Amerikaning bilan o'ynaydigan qo'lda kart qolmadi. Iqtisodiy vayron bo'lib ketdi. Ham ya shuning uchun qo'lda Amerikaga ko'rsatish uchun bir kart ko'rsatish uchun mushninga Xitoy zo'r mablag' soldi deyman. Keyin maslanga muvaffaqiyatga erishgan aslatdimi? Bu bütün dipsek hozir butunlay Xitoyning qo'lida. Xitoy hukumatining qo'lida. Shuning uchun har qanday idoraning shaxsiylar ishlatgan bilan har qanday korxonalar buni ishlatishdan qo'rqadi. Chunki sening butun uchuring Xitoyning qo'liga tushib ketadi. TikTokni cheklashning sababimi Xitoy TikTok orqali Amerika shirkatlarining shaxsiylarining zo'r uchurini yiqqan. Donald Trump TikTokni bo'ldi saqlayli, lekin sen ol deganda 51%ni Amerikaga ketib bersa deb uchuq qo'ydi. Yani 75 kun vaqt berdi-ku deyman. 75 kun vaqt berdi. 50% 5% 75 kun. Ya 75 gün içinde Elon Musk'ın alıp deydi, o da TikTok'un bir iluvasa, Microsoft'un alımen deydi, Oracle'un alımen deydi, ular birleşip iluvasa. Bunu bence yazıp koy. Bunu bence bu cezmen amelga aşırı, cezmen situ aldı. Çünkü arkalık başka maksatlar bağda ya demenin biz Amerika kılalayımız diyen nesne. Yani desleptelik Donald Trump onu nima Biden hükümeti işte cheklab o'tmaymiz degan qo'y hamda keyin Donald Trump uningki balki abay Melvanda o'tganda bu to'g'ri to'xtaldi shu azroq foydasini ko'rganlikdan endi yana bir texnik sohalarga nisbatan aytgan chog'da butunlay ishni taqob etishning o'zimi bir xatolik-ku. Bunu Trump hükümeti mi bildiğanlığını hazırlanıp koydu. Ama ben yani bir iki nuktunu kıstırıp çünkü mühim noktalarken birisi alık Coming Wave diyen kitap var. Coming Wave diyen kitap mı Mustafa Süleyman. Ben karab Mustafa Süleyman çıkargan bu Uygur okşaydı dedim. Ben Uygur emas ki lekin Müslüman bunu yazdı da demek biz Müslüman buluş süpütümüz bilen muş AI sayesinde biz mi şunun da rol oynayışımız gerek. Degenge. Elbette ahirde belki Uygurlar to'g'riliq qanday ish qila olamiz degan savollar o'tirib qo'yildi. U to'g'riliq to'xtalmayman. Endi meyada yana bir narsani yana bir narsa. Bo'ldi bu gaplarni keyin qilishadi. Keyin Mevlon deyish. Mevlonga tüydümü bir o'zini chiqarib qo'ysang bizmi bir elib o'qib baqsak. Ya bir saat o'p qapti va programma. Tügidi. Meni so'zlaydiganim tügidi. Bo'lsa unda qolsa bugungi nimaga munosabat ikki savol chiqdi. Shu savolni so'raylik. O'zim tayyorlab qolgan savol bor. O savolim xelijiq. Uni yana bir qatam qilib qilamiz bo'lmasa. Miyada
Gap yana bir qitim haq anlamda shu gaplar bor hozir. Men savol. İrshad Qodir savol so'rabdi. Savol edi birga. Amerika va Xitoy o'rtasidagi sun'iy aql raqobati xuddi ayni vaqtda Reagan o'ttirib qo'ygan planetlar aro urush raqobatini qanot yoydirib, Sovet ittifoqini parchalagandek, hozirgi sun'iy aql raqobatimi Xitoyni parchalashning yana bir siyosiy raqobati yo'limi deydi. Raqobat yo'limi deydi. You want answer? To'g'ri. Ya bu sen cevap ver. Ya, uningga o'xshamaydi. U vaqtdagi qara, u Xitoyni uni qilish, u raqobat degan zo'r iqtisodlar, o kayni u degan, osmon u degan trillion dollarlik zo'r iqtisodlar nimani Rossiyani iqtisodini vayron qilish bir strategiyasi. Ma texnika, maninga Amerika zo'r pul xajlab ketib bordi, Xitoy biz hech bir xajlamaylar buning erishdik deyapti. Shunda u ikkisining mohiyati o'xshamaydi. Xitoyni buning orqali Amerika masalan vayron qilmaydi degan plani yo'q. Hozir Xitoy bu orqali Amerikaning nimasi olaman degan nimasi bor, lekin qilolmaydi. Qarabdi, masalan, shu Nvidia'ga 17% tushgan, 2 kundagilar bu DeepSeek'ning ojiz nuqtalari o'ttirib chiqishga boshlagandikilar darrol 10% asli qaytib keldi. 600 milyar dollar ziyon tatgan, darrol 400 milyar dollar asli kep bo'ldi. Ya'ni uzun o'tmay buningga texbada tekshirilyotdi-ku. Buningga Amerika ikkisining o'rtasidagi paychak texnika soatga iqtisodlarga ta'sir yetkazishi mumkin, lekin Xitoy mush orqali Amerikaning iqtisodiga hujum qilman deyotdi, lekin uzun o'tmay ashulaqa chipni ma'ba bir deb berdim. 2020-yilda Hanshin degan chipni qilib butun dunyo chip bozorini zilzil keltirayotgan xat Amerikada ustun birimini ishlab chiqibdi shunda oddiy pulga deb. Keyin yolg'on chiqdi. Bu az kundan keyin bo'limiz buni. Deytarni Amerika deytasini mushtal qo'yib ma nima Donald Trump Nvidia'ni chip satmaysa dedi. Uni tiqatqich 20 birinchi avval chipni satmaysa dedi. Bularning natijasida dip naga bordi deb uqmaymiz. Lekin hozir oldingi bir necha kundan ichida bu dipni tushirib olish miqdori noyat ko'p shaqtiylar tushirib nima qiziqib hamma haq nima ishga deb mening o'g'illarimni tushirib shuni ko'ryapti, chunki mening kichik o'g'lim qildig'ini AI shuning uchun bularni tushirib uni foydalangan. Menimcha uning bilan mohiyatchidan bak o'xshab ketadi. Ulas yana bir savol. Men buning ishga fikrimni qisib qo'ydim. Shu men Mevlam bilan qo'shilmanchi bu nuqtada. Bu hozirgi davr o'z vaqtida Reagan so'rgan davrlar bilan o'xshamaydigan davr. Hozir degan texnik sohasidagi AI lani kim egallaydigan qaysi kuch oldi deganlisa shu vaqtda shu chiqdi degan bir nima bor. Chunki buningga Xitoymi shuni biladi, Amerikami shuni bildi. Lekin Amerika hozirgi kundacha bir DeepSeek bilan oldiga o'tib ketamaydi. Uningdan xatirjam bo'laydi. Lekin Xitoy abay Mevlan döpütte Xitoy muşunu kozir qilib, muşu dunyoninki mush AI soyasini yana bir tavrinib o'zininki bağlığını bir bildiryapti. Amerika lekin ashuni mush Xitoyning mush siyotgan tadbirini davlatning birinchi mush davlatning qilgan birinchi o'ringa tushdi. Donald Trump shuni aniq aniq dedi-ku, bir ogohlantirish, bir uyg'otish, bir chaqiriq deyapti. Deb mush orqali endi o'zimizning Amerika o'zining manfaatini qo'llash uchun bu qattiqlanib qoldi. Bu endi Xitoyga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Lekin mushu hozir bo'layotgan mushu endi cho'ng qurol orqali jang emas-ku, mushu aql jihatdagi bir urush, sun'iy aql, sun'iy idrok orasidagi bir urushda. Bu urushda kim o'tib chiqish bu dunyoning kelgusi taqdirini belgilaydi. Chunki o'kanda Rubio nayt qattiq bir gap qilgan. Rubio dedi, agar biz hozirli o'zimizni o'qinib mush ishlarga bir kuchayib mush ishlarni to'xtatgan ishni qilmaydigan bo'lsak, Amerikaning deydi. Amerika jumladan butun dunyodagi har qanday odam Xitoyning gapini anglaydigan bo'ldi, Xitoyning plani bo'yicha ish qiladigan bo'ldi degan mundaq ogohlantirishlarni berganda shuni qistirib qo'yib bo'ldi. Undas yana bir savol. Hozirgi bu sun'iy aql raqobat davri Uyg'urlarning kelgusi istiqboli uchun qanday ijobiy va salbiy oqibatlarni eklashi mumkin? Uyg'ur millati qanday hozirliklarda turish kerak bu xil sun'iy aql raqobat dunyosida deydi. Endi men azaldan deyman, to'g'rimi? Uyg'urlar ilaqa qurolli qo'shinga shundoq bir qurolli qo'shinimiz bo'lsa, nim qilsak deydi. Xitoyga zarba bersak deydi. O to'g'ri, Manso, Nasiriyat chiqdi.
Uyg'urlar Xitoyga eng ajallik salbi berdigani mushu yumshoq detal kompyuter sohasidagi odamni. Shuningdan masalan udarliq 5-6 odamni masalan yaxshi tarbiyalab chiqib ketsa, shuni Xitoyning butun iqtisodini vayron qilib yetalaydi. Vaqtida masalan Amerikaning iqtisodiga Rossiya bir hujum qilib 1 trillion dollardan bir necha yil ziyon yetkazdi. Uni 1 trillion dollar ziyon yetkazgan u bir virusni kirgizuvchi orqali mikrobdamdoq bir virusni kirgizib uni masalan butun Sovetni odamlar qilmaydi, ashad ya 2-3 odami bor Sovetninki. Shu odami aşı o'tirib kompyuterga o'tirib shu yo'chiqni qirib Amerikaning to'riga kirgizib yetadi. Shuning uchun Uyg'urlar masalan bu buludi yosh bolalardan shu dunyoda Uyg'ur tashkilotlari jiqqu, sizlar hammanglar yosh bolalardan bir 3-4 ni saylash uchun uni qanday qilish mablag' kerak. 3-4 bolaga yaxshi kompyuter bolaga yaxshi maosh berib Uyg'urlar tarbiyalash kerak. Aşı 3-4 bala Xitoyning iqtisodini mayron qilib yetadi, zavodlarni portlatib yetalaydi, aeroplanlarni ucholmaydigan qilib qo'ydi, paraxodlarni to'xtatib qo'ya oladigan qilib qo'ydi. Sunniy aql mishat ishlaydi buni. Bu masalan men birinin deb qo'yay, Xitoylar doim bisib ketamdi degan bu yumshoq detal ikki narsa esinglarda qolsin. Yumshoq detalni kod orqali yozadi. Dunyoda masalan C++, Visual Basic, Code, hozirgi nurg'un chiqqan kodlarning hammasi yumshoq detalni dunyodagi 86%ni Amerika ishlaydi. Xitoylar shu Amerikaning shu program language deydi, yumshoq detal yozish tili orqali yozilsa, bu tilning hammasi Amerika ishlaydi. Dunyoda hech kim ishlayolmaydi. Xitoylar shu masalan Xitoy bugun C++ deb qo'yadi, shu tilni ilib birini yozdi. U har yili yangilanib turdi. Kelajak yil Amerika uni bermaymasda koni tilda yangi yiqilshamaydi. Ikkinchi, bundaq nimalarni ishlatishsan sen dunyo to'riga ega bo'lishing kerak. Biz hozir ikkimiz so'zlayapmiz, to'g'rimi? Bu dunyo to'ri orqali mangdi. Dunyo to'rida 3 mashin bor. Masalan, har davlat o'zining ichidagini boshqara oladi. O'zining to'ri. Uni internet, men xalqaro to'rni boshqarish uchun xalqaroda 3 to'r bor. Uni Amerikaning qo'lida eng cho'ngi million frame. Bütün xalqaro to'r shu orqali mangdi, u Amerikada. Ya'ni ikkisi bor. Uni supplementary, biri Yaponiyada, biri Germaniyada. Bu uchinchisi Amerikaning qo'lida. Agar Amerika masalan Xitoyni bu to'r kiraymiz deb darvosini shunday aytib etsa, Xitoy xalqarodagi hech qanday davlat bilan aloqa qilolmaydi. Shuning uchun bu narsa bularni so'zlab ketsak yomon jiq vaqt. Yana bir savolda men kallam. Men bunga bir javobini beray. Ikkimizdan so'ragan bo'lishi mumkin. Buningga hamda albatta bu cho'ng topik, bu to'g'ri yana ayrim bir asos so'zsak bo'ldi. Ammo biz hammamizcha hozir qila oladigan nima ish degancha night oddiy ish. Hammamizning Facebook bo'lamdi, X bo'lamdi, Google bo'lamdi, yani qolgan hatto DeepSeek bo'lamdi, ashyalar kiralaydigan iqtidorlarimiz bor. Kirib kundligidek ko'rib turibmiz. Ashyalar uchun bir narsani qilaylik qarindoshlar. Bir night oddiy narsani. Sharqi Turkistonga mustaqillik degan gapni-ku har qanday yerga qistirib qo'yinglar. Qistirib qo'ygandan keyin shu abayqi davatimiz qo'l ko'l. Mavloning ko'rsatgan aytga ko'lning ichidagi nimaning ichiga nimalar kirdi deganda, ma Uyg'ur degan xalq o'zining mustaqilligini xohlaydi ekan, o'zining Sharqi Turkiston degan davlatni asliga keltirishni xohlaydi ekan degan narsani chiqdi. Mayli u kongress a'zosi bo'lamdi. Men kongress a'zosi bilan aralashganda X degan harf chiqqan hamma narsani xato bundaq dema. Mening kishilik huquqimga dahlil yetkazdi deyman. Har qanday odam bo'ldigan bo'lsa, Marco Rubio'ga yozgan, Prezident Donald Trump'ga yozgan, qolgan har qanday xatning ichida men shuni yozdim. Shuningga jur'at qilishimiz kerak. Qo'ral ko'tirish, yana bir nimalar degan boshqa, ashta bir og'iz gap bor-ku, asqatidi. Chunki Uyg'urlar oz deymiz. Oz deganimiz bilan-ku eng oxiri berib Uyg'urlarning uchun Uyg'urlar to'g'riliq mazmun abayqi knowledge biliq tutish to'g'ri kelgan chog'da nima keldi Uyg'urlar qaraydi. Shuning ichida shu ko'lning ichida bir Uyg'ur bo'lsa-ku, shu bir Uyg'ur men mustaqillikni xohlayman. Men Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni xohlayman deydigan bo'lsa-ku, dunyoga tarqalgan hukm aşı bo'ldi. Shu Xitoyga degan nayt cho'ng bir zarba. Shuning uchun herkes, men yana bir gapni deb qo'yman, kishilik huquq davosini
inson aqli davosini qilayotgan qarindoshlar-ku, mush yerlarda nayt diqqat qilaylik. Qarshi tarafdan X'ni ishlatadigan bo'lsa yoki ondig'i mandig'i mayli-de, bizmi obdalni biz kishilik huquqimizni hurmat qilamiz, yashayveramiz deydigan gap eng xatarlik Uyg'urlar eng xatarlik narsa shu. Shuni qistirib qo'yadi. Rahmat. Şu mesela tuğluk degen yaman gap. Nayt yaxshi. Mesela her bir teşkilatlar her kuni muş dünyadaki hemme torlar, çoğ torlarning ichiga Sharq Turkistonning bayrog'i bilan Sharq Turkiston mustaqil degan so'zni her kuni bir yemek bilan necha minglar silvestlash kunda savdo ashbizlar bir oyning ichida mush dipsikda torlarga ta'sir yetkazayotimiz. Unda bo'lsa, kallamaga maslama suhbatdan keyin bir fikr kelib qoldi. Sunniy aqldan foydalanib Xitoy qanday zarb beralaymiz deb buni bir tema qilsak bo'lgandek. Masalan, Mavlanka 18 xil nima sunniy aql model tunishtirdingiz emasmi? Birisi video chiqadi ekan, birisi ovoz kerak, hamma narsani ekan. Bu narsa biz yana texnik yaxshi tushuntirib millatga. Xalqlar namoyish qilib chiqmagan, chiqmagan ozlab ketdi. Faoliyatçılık azlap ketkendan keyin telefonu qaçılab, onasi bekarlıqı bari ba'zilarining hech bo'lmasa pul setvelib bo'lsa-mu, kim qilayotganini hech kim bilmaydi. Shu nima sunniy aqlda o'zaro farmosh taqti va qilib qolsang, shu cho'ng bir nima bo'ldi ekan-da, nima degan to'g'ri degan bir bela qilib qoldi ekan-da. Ya cho'ng bela bo'ladi. Endi biz sunniy aqldan foydalanib Xitoy qanday zarb beralaymiz degan mushtimin biz ayrim bir to'xtaylik mananga. Buldu mesela karşı Xi Jinping'in resmini çıkarıp müstakilini sözleydi. Ha kılıversen sözleyevirdi. Kıpıya verse kimle kıysan? Bo'lsa bular bir necha uylarga qilib chiqib, biz qisqa video bir narsa qilib, hammamiz ayrim qilib, buni ayrim bir tema qilaylik. Shu narsa ekan. Ana yana bir savolim meniki. Bu Donald Trump 20-yilda Amerikaning rasmiy prezidentligiga o'tdi, hozir 2 haftada ko'p qolibdi mana. Bu Xitoyniki bu dipsek sunniy aql nimasi modeli burun emas, kim emas, naq bu Donald Trump chiqiblarkim Xitoyga qarshi 10%lik bajni 2-oydan boshlab men yo'l qo'yman degandan keyin shuningga bir necha kun qolib qolganini e'lon qildi shunaqa bu narsani kerak bu bozor silindi. Bozor silish orqali Amerikadan kelib sunniy aql paychiqlikka g'oyat zo'r ta'sir qilib 1 trillion ziyon bo'ldi deb xabarlarda ko'rdik. Endi bu Xitoy hukumatiniki tuyuqsiz bu appni bozor sunniy aql modelini bozor silish orqali Amerikaning sunniy aql nimasiga zarb berishningki qanday bir siyosiy oraq ko'rinishi bor buningki. Ya onun qatı hozir buni dallanmaymiz. Bu tayib bo'lganda Xitoy planlaganda, tasodifiy bo'lib qolganda, men uningga to'g'riliq hech qanday bir Amerikaning sahalarini bu to'g'riliqdagi tadqiqotni ko'rmadim. Yani men buni so'rashim ishkal Amerikada bo'lgandan keyin u to'g'risida boshqa amerikalik analizchilar yo siyosatchilarning bir degan nimalar bormidi deb. Ya hozir men ko'rmadim. Bu to'g'riliqdagi hech kim kaskin bir nima dalamidi. Deyayotgan gaplarni Mavlon asosan deb qo'ydi. Bunda bo'lsa Xitoy nima uchun buni butunlay cheklayotgandi? Ya Amerikaning hozir nurg'un Texas shtatdan cheklab etdi. Kirgizmaysizlar deb. Amerikaning hukumat organlari u emas, ChatGPT'larni ochiq ishlatmaydi nurg'un, ishlatkizmaydi ochiq organ. Faqat u nima olib ishlaydi. Men masalan mening shirkatimni ChatGPT'ni ochiq ishlatamayman. Lekin o'zim ishlataman. Abay Mevlan deganlik vositalik oldichi uni ishlatib konkret masalalarni hal qila olamiz. Ammo Italiya bo'lamdi, Yaponiya ham shunday bo'ldi-da, Yaponiya İtaliya, andikin yanına Avrupa'nın yanı bir devlet. Buların hemisi çeklashga başladı. Amerika pat yaqında mencha mening o'lchashimda o'qimayman. Cheklashi mumkin. Uni bir degan olmaydi. Cheklashi mumkin. Lekin cheklab bo'yicha millionlagan odamlar uni tushirib bo'ldi. Endi bugungi xabar qarsam nima deydi? Shu millionlagan tushirib olgan xalqlar endi uni delete qilishga boshlashi mumkin. Delete degani chiqirib. Chunki bu nayt xatolik narsa. Bu Amerika'daki ChatGPT o'xshash Abay Mavlon degandek 18 uningdan jiqo 50 tak ashloq silish turgan bu Amerikaninki ma'lumot to'playdi. Ina har qanday shu nima ma'lumot to'playdi. Chiqqan zaman toplaydi. Lekin Xitoy to'plagan qanday bo'ldi deganda o'zining nimalarini o'zining maqsadiga siyosiy g'azir bilan to'playdi. Shuning uchun Uyg'urlar mencha herkes onun kırmanglar. Herkes kaçırılan bolsanglar, afsuski telefoninglardagi hamma narsaga berib bo'ldi. Bugungi yana bir xabar nima debdi desa, surishtiribdi. 1 milliondan ko'proq shu maxfiy uchurlar bor, shu nima orqali DeepSeek orqali
chiqib bo'libdi hozir e'lon qilib bo'libdi uni degan amerika uning uchunchi shunga darhol uni delete qilinglar degan tavsiyani qilamiz darhol delete qilinglar andikin jiq iqtisodiyotlardan cho'q dastlabda abay chat ko'rsatgan shuni bir david deb o'taylik boshqa chat boshqa selishtirgan narsa ma eng bu emas buningga vaqt yetmaydi Amuşum. Mana qaraydigan ma grafdan nima debdi buning hammasini mo'ljallab dastlab birinchi kun chiqqan narsada DeepSeek degan hamma boshqa har qanday shu OpenAI'niki boshqa nima chatbotlarning hammasini utib chiqdi degan narsani xulosini chiqardi. Lekin bir ikki kundan keyin bu o'zgarish boshladi. Abay Mavlon degan 1 trillionga degan yaqin pullarni hozir yerimi qaytib keldi degan. Endi yana bir narsani men eskartib o'tay bu jiq narsani. U Amerika 1 trillion ziyon tortdi deganlik, Xitoy 1 trillionni topdi deganlik emas. Mana bu nuqta. U Xitoyning u DeepSeek degan pulni nima qayerga faqat qanday bo'ldi deganda men odat bir ixtiromiga o'tirib kuniga Mavlon oyiga $26 xarjlaydi ekan shundaymi o oning men pul xarjlamayman o'xshash narsa ishlatmayman nimaga bekordan bekor $26 to'layman deganlar ordirashlik qilib tushirib keyin bunday 5-6 kundan qarab baqsa unda ahvol emas ki faqat nima deganda o xalqning tayyor tutib qo'ygan bilig'ini o tungning uchidan tortib ochib ketib o'zini qilib olgan ekanda vaqtida albatta mana OpenAI'dagilar albatta uni to'salaydi. To'sagandek uning ishimiz qolmaydi deganlikda. Shuning uchun hozir OpenAI'dan chiqib ketganlar qaytib kelyapti. Endi bir haftadan keyin qanday bo'lishini uqmaymiz. Uni men buni bilamayman, u ko'ramiz uni, cho'q ko'ramiz. Tug'liq nayt muhim bir bexatarlik muhim bir deb ketdi. Masalan, TikTokni, DeepSeekni o'rlashtirsanglar kompyuterlarga. Buningda butun dunyoni mang'uldigan bir narsa algoritm deydi. Bir yumshoq detal chip bo'lsin, dipsi, musha aqal hammasi algoritm orqali mang'uldi. Sen ma kompyuterlarga DeepSeekni, masalan, TikTokni, yo'li Xitoylar so'zlaydigan nimda WeChatma bir Xitoylarning nimda u yo'q bo'ldi-ku. Yo'q, ashlarni masalan so'zlash nurg'un Uyg'urlar degan Xitoy bilan so'zlashadi-ku. Ashini kompyuterlarga o'rlashtirsanglar, sizlarning masalan mening misharimda masalan TikTokni o'rlashtirdim-da, menga o'rlashtirganmisan, agar Xitoy mening gapimni anglayman desa, anglay oladi. Mening ichida Sara deydigan ba mening Google'ningki bir ovoz bor. Seninki kompyuterning ketib Sara bunda payg'amman sen anglaydi-ku, sen javob berdi-mi kompyutering. Yo'lda ketib kompyuterni ichib berdi. U narsa bor, kichik bundaq bir narsa. U 24 soat uchiqli turdi. Masalan, uchiqli turdi, u kompyuterni o'chirmasdan uchiq turdi. Agar algoritm orqali masalan Xitoy anglayman desa, algoritm qo'ysam, har qanday tashkilotlar yig'in ochganda telefoninglarda WeChat, TikTok, DeepSeek bo'lsa, akirmanglar. Akirsanglar Xitoy anglaymansa, shu orqali algoritm qo'ygansa, masalan, DeepSeek ash orqali sening ovozing bilan ulalaydi. Sening hamma gapingni anglaydi. Tağıdı bolsun, çölde bolsun, nerede bolsan, müşahede oturup, halacaydı ottağımsa şu avazlarını anlayalaydı. Anlayman deyse. Şunun için bir yığın açkanda aşını işletkenler qat'i işletmeng. DeepSeek tuğuluq nayın. Ayrım bir toxtamlıq ki, muş noktada. Kim toxtaq boludu? Men tuğuluq nayın buyum nokta oturup qo'yib qo'ydi men deb. Yaxshi suhbat bo'ldi. Muş to'g'risida bularni qanday bizni kelimalar yumshab anglaydigan to'g'risida narsalarning to'g'risida ayrım bir to'xtayli. Anin keyin avval degandek sunniy aqldan foydalanib, sunniy aql modimish har xil nimalardan foydalanib qanday huquqlarga zarar beralaymiz degan motivini ayrim bir to'xtab yana bir tema qilaylik bu narsada. Ular deganki suhbat mishaychi bo'lsin. 1 soat 20 minutlarda tayyorlagan savollarning ba'zilari sizning leksiyalaringiz chiqib bo'ldi. Ba'zilari borki yana bu to'g'risida suhbat qiladigan bo'lgan shu mezgilida yana shuni qarab so'raylik. Buramda Bo'ldi. Boshqa fikringiz bormi? Boshqa nima? Ya menda yo'q, chigidi. Rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mishaychi bo'lsin. Bu suhbat nimalarni ulanishni taqib qo'yinglar, texnik qadam ko'rib foydalansin. Shundoq yana deydigimiz, har qaysi sohada yetishgan, o'qigan bilim egillari o'zlarining bilimini millatga bildirish uchun ekranimiz har vaqt ochiq, o'zlarini xohlagan temada erkin munozaralashtirib turamiz. Bu orqali millatni o'zlarining kasb bo'yicha bir oqat yapishga to'planib qo'shishni umid qilaman. Hammangizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Rahmat.